Assalomu alaykum qizlar. Mana necha kunlik mehnatimni natijasi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa klientimizdan ikkita zakaz tushgandi. Mana qaranglar, ranglari qanaqa chiroyli chiqdi, bir-biriga uyg'un bo'lib, ikkita bir xil razmerida, faqat ranglari boshqacha. Ikkita shunaqa to'qidik. Oldilarini boylanadiganlik qildim. Ko'rib turganingizdek. Mana ikkinchi modelimiz. Ko'rib turganingizdek, qaranglar, ranglari qanaqa uyg'unlashdi. Qanaqa rasmga olishni bilmadim, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun vishilkaga ilib, shunaqa olsam chiroyliroq ko'rindi. Pastga qo'yib rasmga olsam, unaqa vidini zo'r bermadi. O'shaning uchun mana ko'rib turganingizdek, ranglari ham rosa chiroyli chiqdi. Mana ikkita bir xil zakazimiz, faqat ranglari boshqa. Zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Alhamdulillah. Har bir narsani sabr bilan to'qisa, albatta chiroyli natijaga erishiladi.